Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Farg'onada 8-mart degan mahallasida yana bir xonadonimiz tunaka fonishimiz o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga notor listimizdan oq, mokri tilla ranglarimizdan ishlatib tunaka fon qilib berganmiz. Bu joyimizga o'xshay hisobda 200 kvadratga yaqin tunaka ishlatganmiz. Tarnovimiz bor, 35 metr tarnov, 20 metr suv tushadigan, pastgacha tushadigan sliflarimizdan qo'yib berganmiz. Bu joyimiz ham chiroyli, go'zal holatda bo'lgan. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha hamma yo'g'i ichida qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlarga qilgan ishlarimizni obzor qilib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, boshladik bo'lmasa obzorimizni, qilgan ishlarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Bu tarafimiz tashqari, oldi shapkamiz, o'stirmamiz. Bu joylarimizga ham tarnov, chekadan bu chekagacha tarnov o'rnatganmiz. Bunaqa sliflarimizdan pastgacha o'rnatib berganmiz. Bu joyimiz 200 kvadratga yaqin, tarnovlari 35 metr, 34 metr tarnov ketgan, 20 metr shunaqa sliflarimizdan ishlatganmiz. O'sha hisobda 31,5 million, 32 millionga yaqin bo'lgan. Uning ichida 3 ta kosmosimiz ham bor, 2 metrlik, bitta 180 lik kosmosimiz bor. O'sha hammasi bo'lib 32 millionga yaqin bo'lgan bu joy. Imkon boricha ishtekka chiroyli bo'lsa, uy egasini puli o'zida qoladi-da. Bu bitta darvozani bir tomoni, bu yerda manaqa burilish joyi bor. Endi buni o'xshi bitta qilib olsa, o'ta ham bir xunuk holatda bo'ladi. Shuning uchun manaqa ko'riplarimizdan qilib berganmiz. Bu ham ko'rib ham ikki darvozaxonani tay tomoni bilan tay tomoni teng bo'ladi. Faqat manaqa patnisimizdan qo'yib qo'yamiz. Bo'lingan holatda bo'ladi. O'ta chiroyli holatda bo'lgan. Kosmoslarimiz bu tomonimizga 180 likdan bitta qo'yib berganmiz. Bu tomonga 2 metrlikdan ikkita qo'yib berganmiz kosmosimizdan. Kosmosimiz ham ideal holatda o'rnagan va chiroyli, o'zimda turishi ham endi hozir yoqib ko'rsata olmayman. Bu joyimizda elektrik ishlari hali tugallanmagan. Shu joylarimiz ko'cha tomon, bu darvozaxona, keyin bu yoqda tashqari tomon shapkamiz bor. Shapka tomonimizga ham tarnovlar o'rnatib berganmiz. Polностью bu yerga turba, bir dona turba tushgan, nari tomonga tomga o'tib ketgan. Bir tomonni suvi tomdan tushaveradi. Hammasi bo'lib bu yerimiz, bu o'stirma shapkamiz, ko'riplarimiz, bitta darvozaxona, ikkinchi darvozaxona, ko'cha tomon, hammasi bo'lib 200 kvadratga 5 kvadrat kammikan shunaqa holatda kvadrat chiqqan. Ish sifatli, chiroyli, go'zal bo'lsa, uyda egasini puli mana shu patoloyda qolib ketadi hammasi. Eng chiroyli fasonlarimizdan biri. O'ta go'zal bo'lgan, xudo xolasa. Bu patologimizning nomi MDF fason degan, MDF fason shaxmat teriladi. Chekasiga bu qora profilimizdan aksessuar eko chekasiga qo'yib turib, keyin bu yerimizga MDF qo'yiladi. MDF gulimiz. Bu отдельный hisoblanadi MDF gulimiz. Bu hammasi ichida bo'lgan ekan. Shunda 32 million bo'lgan ekan. 200 kvadrat tunaka hisoblasangiz 3 ta kosmos hisoblanadi. MDFimiz bor, tarnov bor, sliflari hammasi ichida 31,5 million, 32 millionga yaqin bo'lgan ekan. Kvadrat summamiz hammasi ichida bo'lgan. Keyin MDF qo'yilgandan keyin novo bor. Oldin patologlarga DVPlar qilinsa, ichki novo bo'lgan. Hozir endi bu tunakadan tashqi novo ko'rinishida bo'ladi. Anaqa tashqariga bo'rtib chiqqan bo'ladi. Chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib bo'lgan. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha listi yupqa qalinligiga qarab qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha. Bunaqa lesalari, usta haqqi,
samarez, tunaka. В общем, kelinadiganki narsa hamma yo'q ichida, faqat bunaqa kosmosimiz bilan MDFimiz, tarnovimiz отдельный bo'ladi. U alohida hisoblanadi, chunki u alohida narsa bo'lganligini sababi evaziga отдельный hisoblanadi. Qolganki tunakaga keladigan narsalar 140 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib xonadoningizga qilib beramiz. Agarda kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Bunaqa ko'riblarimiz ham. Yana bir narsani aytib o'tsam, biragi joylarimizda tomni yopayotganda buni darvozaxonamizni to'sini bilan bu strapilarni uchini bir xil qilib uringa qilib qo'yyapmiz-da. Unda ko'rib o'ta xunuk holatda bo'ladi. Imkon boricha to'sin tashagandan keyin bu balkani ustidan strapilarni ko'tarib qo'yish kerak, xorini bir 50 santimetrmi, 60 santimetrmi ko'tarib qo'ysa, sal tushgan hisobiga chiroyli holatda bo'ladi. Bunaqa ko'rib hosil ko'rinishlari go'zal holatda bo'ladi. Murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.